Bugun Toshkent Farmapark innovatsion ishlab chiqarish va farmatsevtika klasterida katta tadbir bo'lib o'tmoqda. Farmatsevtika sohasi vakillari, maktab o'quvchilari hamda mutaxassislar bir joyda jam bo'lishdi. Tadbir doirasida farmatsevtikaga oid muzey va zamonaviy kutubxonaga tashrif buyurildi. Bu joylarda sohaga oid ma'lumotlar, tarixiy eksponatlar va ilmiy adabiyotlar bilan tanishildi. Prezidentimizni 2024-yil 20-sonli farmatsevtika sohasini tartibga solish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarga asosan 100 ga yaqin xorijiy ishlab chiqaruvchi korxonalarga ham muvofiqlik GMP sertifikatlari taqdim etildi. Zarur dorixona amaliyoti GPP standarti bo'yicha 2025-yil shu holatga qadar 6000 ga yaqin mahalliy dorixonaga sertifikatlar taqdim etildi. Markazimizning asosiy faoliyati yurtimizdagi farmatsevtika sohasini shu korxonalarda joriy etilganligini baholash hamda muvofiqlik sertifikatlarini taqdim etish. Muvofiqlik sertifikatlari bizda 3 yilga taqdim etiladi. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 788-sonli qaroriga asosan 9 oydan 12 oygacha bo'lgan muddatlarda ularda inspeksion nazorat o'tkazib turiladi. Hozirgacha bu yilning joriy yilning 31-dekabriga qadar yakka tartibdagi dorixonalar ham GPP sertifikatlarini olish belgilangan. Hayot fanlari olimpiadasi g'oliblari o'z yutuqlari bilan birga grantlarni qo'lga kiritishdi. Life Science Olimpiadada birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bu universitetga bugun awarding ceremonyga keldim va universitetdagi yaratilgan sharoitlar bilan tanishdim. Bu yerda ximiya va biologiyaga katta urg'u berishgan va laboratoriya xonalari juda ham innovatsion jihozlar bilan jihozlangan. Biz maktabda ximiya va biologiyani Cambridge sistemasida o'qiganligimiz uchun olimpiada menga oson bo'ldi. Men kelajakda farmatsevtika sohasida o'zimning karyeramni qurmoqchiman va ko'plab kasalliklarga eng effektiv dorilarni ishlab chiqarmoqchiman. Tadbir davomida farmatsevtika sohasining yurtimizda qanday rivojlanayotgani, yangi imkoniyatlar va kelajak rejalari haqida mutaxassislar o'z fikr va mulohazalarini bildirishdi. Bu kabi tadbirlar yoshlarimizni ilm-fanga bo'lgan qiziqishini oshirib, farmatsevtika sohasida yangi avlod yetishib chiqishiga zamin yaratadi.